O'zbek novellalari kontentingizni yaratishga ilhom beradimi? Конечно. Конечно. O'zbek novellalari hozir juda ham cringe pikiga chiqqan. Bu narsani ko'rish birinchidan odam ensasini qotiradi, ikkinchidan qo'yilayotgan ssenariylar juda ham past, ustida ishlashmagan, bu bo'laveradi odamlarga deb qo'yib tashlashgan narsa. Farqi yo'qdek qarashyapti har bitta odamga. Ko'raverishadi va prosmotr yig'yapti-yu, nima bo'lsa ham beraveringlar degandek, farqi yo'qdek qarashyapti-da. Bu narsani odam prekrasno tushunadi. Aqli yetadi, IQsi, intellekti yetadi, что bu hayotda bunaqa emas. Balki bordir kimlardir hayotida, lekin har bitta narsaga kelinni aybdor qilish, har bitta narsaga qaynona aybdor, qaynota aybdor bo'lishi juda ham уже bachkanalashib ketgan, уже bo'ldi. Yetadi, degisi keladi odamlar. Erkak kishini har doim uyda o'zini o'rni bo'lishi kerak. Вообще hayotda ham, kinoda ham, serialda ham nima olishayotgan bo'lsa ham, baribir erkak kishi bu как личность. Xotinini yelkadoshi. Shu narsani ko'rsatib berish kerak odamlar bizga. Qanaqadir latani rolni emas. Voy, adam endi shunaqa dedilar-da, mayli rozi bo'lib qo'yir degan narsa emas-da. Yo'q, sen erkak kishisan. Sen bu qizni uyingga, senga ishonib keldi o'zini uyini tashlab. Sen nima qilyapsan uyda? Bun tarafini olish o'rniga ademlar qo'shilish yoki yomonlab o'tiribsan, yoki oyingga qo'shilishib bunga kun bermayapsan, yoki bir piyola choy bermayapsan. Xuddi shunaqa narsa. Hatto sal realniyroq qilib olsa bo'ladi, lekin bunchalik bachkanalashtirib tashlash menimcha уже cringe. Конечно, kontentimga novellalarni ilhom beradi menga, kontentimni yaratishimga.